بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah Azza ve Celle'nin Asmaul Husna silsile derslerinden birodarlar, Rabbimiz Subhanahu ve Taoloning Al-Jabbar ismini suhbat qilayotgan edik, davom etkazamiz. Allah Azza ve Celle'ning go'zal ismlari bor. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allohning go'zal ismlari bordir, bas ular ila chorlanglar. Ya'ni Allohga shu ismlar bilan duo qilinglar. Asmaul Husnoni hayotimizda egallagan o'rni juda ham katta. Siz Robbimiz Subhanahu va Taoloning mana shu 99 ta go'zal ismlarini o'qib o'rganib, ularning ma'nolarini tushunsangiz, har bitta ismdan o'zingizga ulush olish kerakligini bilasiz. Alloh odil zot ekan, al-adil. Undan oladigan ulushingiz nima? Adolatli bo'lishingiz kerak. Alloh taolo al-G'afur, kechiruvchi bo'lgan zot. Demak, ulushi bo'lishi kerak, kechirimli bo'ling. Alloh taolo al-Javad, al-Karim bo'lgan zot. Saxovatli, qo'li ochiq. Demak, ulush olishingiz kerak. Alloh taolo al-Musawwir, surat beruvchi. Surat berganda ham komil, go'zal surat beruvchi bo'lgan zot. Demak, siz ulush olishingiz kerak. Siz ishingizni komil suratda bajaring. Ishingizni chiroyli suratda bajaring, shunda siz Alloh taoloni Al-Musawwir ismidan o'zingizga ulush nasib olgan bo'lasiz. Tushunarlimi? Bu ismni har bittasini o'qib o'rgandik, Robbimizni tanishga bir qadam yaqinlashdik. Alloh taoloning Al-Jabbar ismi. 7-chi ma'nosi Al-Jabbar. Uning zotini idrok qilishlikdan aqllar ojiz bo'ladi. Chunki ko'p qaytardik, Allohning zoti qanaqa ekan deb har qancha fikrga cho'mmang, har qancha fikr kallangizga kelmasin, Alloh siz o'ylagandaqa emas. Chunki aqllar Allohning zotini qanday ekanligini bilishlikdan ojizlik qilishadi, qosirlik qiladi. Chunki har safar aytadigan gapimiz, Allohni zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Qaytaramiz. Allohning zotini qanaqaligini idrok qila olmayman ekan men dedingmi? Demak, Allohni tanibsan. Shuning uchun aytiladi, u haqidagi biliming bilimsizlikdir. U haqidagi biliming bilaman deyapsanmi? Demak, bilmaysan ekan. U haqidagi biliming bilimsizlikdir. U haqidagi bilimsizliging bilimdir. Ajoyib narsa ekan. Gap nima haqida ketyapti? Kim haqida ketyapti? Mana dahriylik sistemasi, ateizm ustiga qurilgan davlat bor edi, Sovet ittifoqi. Yadro qurolining egasi. Yer yuzini birodarlar, bir necha marta yo'qib tashlashga yetadigan shu bir qudratli quroli bor. 70 yilgina turdi. Yo'q bo'lib ketdi. Nima bo'ldi? Urush bilan yo'q bo'ldimi? Yo'q, ishidan yemirilib ketdi. Nima uchun? Hamma hukmini o'tkazadigan, hamma xohishini o'tkazadigan Alloh taolo shunday bo'lishini xohlagan edi. Millionlagan odamlarni qonini to'kishlik evaziga qurilgan shu katta mamlakat 3 ta yoki 4 ta odamni qoni evazi bilan yo'q bo'lib ketaverdi. Alloh taolo aytadi hadis qudusiyda, Analloh la ilaha illa ana malikul muluk va malikul muluk. Men deydi Alloh taolo, Allohman. Mendan o'zga iloh yo'q. Men podshohlarning egasiman. Men podshohlarning podshohiman. Podshohlarning egasi ham o'zimman, podshohlarning podshohi ham o'zimman. Alloh al-Jabbar bo'lgan zot. Aqllar uni zotini idrok qilishlikdan ojizlik qiladi. Har narsada o'zini hukmini o'tkazadi.
lekin uni ustida hech kim hukmni o'tkaza olmaydi. Hamma ishlarni tuzatadi, hammani o'zini itoatiga bo'yin sundiradi. Al-Jabbar. Hadis qudusiyda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Ya ibadi, law anna awwalakum va akhirakum va insakum va jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a." Ey bandalarim, agar avvalingiz va oxiringiz, insu jinlaringiz, ya'ni yaralgandan beri qancha odam keldi dunyoga? Yaralgandan beri qancha jin keldi dunyoga? Hammanglar, insonlar va jinlarning avvalgi keyingilari hammasi oranglardagi eng taqvoli insonning qalbidek taqvodor bo'lib kelsanglar, bu meni mulkimga hech narsani ziyoda qilmaydi. Ba'zida bir shaytoniy hayollar kelishi mumkin. Bizni qilayotgan ibodatimizdan Allohga bir foyda bormikin? Allohga bir manfaat bormikinki hammamizni ibodatga buyuryapti? Bu shaytoniy fikr. Alloh taolo aytayapti, agar hammanglar, insonlar va jinlar Muhammad alayhisalomga zo'r bo'lib ketsanglar, menga foydasi yo'q buni. Ya ibadi, law anna awwalakum va akhirakum va insakum va jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a. Ey bandalarim, avvaliyu oxiriylar, insu jinnilar, hammanglar orangizdagi eng fojir kimsaning qalbidek bo'lsangizlar ham bu mening mulkimdan hech narsani kamlatirib qo'ymaydi. Ana shu iblis alayhi la'nadaqa bo'lib kelsa ham hamma Allohga hech qanday zarar yetkaza olmaydi. Ya ibadi, law anna awwalakum va akhirakum va insakum va jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni. Ey bandalarim, avvalgi oxiriylar, insu jinnilar bir joyga to'planib mendan hojatlarini so'rasalar, bir vaqtni o'sida. Bu qanaqa katta adad bo'ladi? Insonlarda hammasi bir joyga yig'ilsa. Odam alayhisalom tushgandan qiyomatgacha bo'lgan insonlar qancha odam bo'ladi bular? Va jinlar ular qatorida. Bir joyda to'planib turib, bir vaqtda hojatini so'rasa, men ularning har biriga so'ragan narsasini berganimda ham bu mening huzurimdagi narsalarni kamaytirmaydi. Bu tasavvur qilib ko'ring, qanaqa qudrat bu. Qanaqa katta boylik. Faqat igna dengizga botirilganda dengizdan qanchani kamaytiradigan bo'lsa, o'shuncha kamaytiradi xolos. Tasavvur qiling, dengizda qo'lingizga ignani olib turib shunday saydingizda chiqardingiz. Biror tomchi ilashadi bunda. Ibtisossiz ilashib qoladi shimib. Lekin ignani solib chiqarsangiz kamaydimi? Kamamaydi. Bizni Robbimiz shunaqa qudratli, shunaqa karim zot birodarlar. Mana shunday ulug' qudrat egasi. Taniymizmi Robbimizni? Mana shunday Allohni muhabbati qasd qilinmaydimi? Mana shunday ilohni g'azabidan taqvo qilinmaydimi? Mana shunday Parvardigorning jannatiga intilinmaydimi? Mana shunday Robbni do'zaxidan qo'rqilmaydimi? Ajib. Inson 70 yil yashar, 80 yil yashar, faqat dunyo deydi. Yo yetadi, yo yetmaydi. Faqat dunyo deb yashaganligi uchun yetmasa aniq baxtsiz bo'ladi. Endi yetsa-chi? Yetsa ham baxtli bo'lmaydi. Chunki insonning baxtli saodat bo'lishi faqat jannatda Robbisini diydoriga qaraganda bo'ladi. Haqiqiy boy, haqiqiy kambag'alning kim ekanligi, kimning haqiqiy boy, kimning haqiqiy kambag'al ekanligi Allohga ro'baro bo'lgandan keyin bilinadi. Boyaga o'sha pulni toppagan hammasi o'ladi oxirida. Ey bandalarim, bu sizlarning amallaringiz xolos. Men ularni hisoblab qo'yaman va shunga qarab sizlarga to'liq jazo, mukofot beraman. Kim yaxshilikni topsa, bas Allohga hamd aytsin. Kim boshqa narsani topsa, faqat o'zini malomat qilsin. Imom Muslimdan.
Agar kuchli, quvvatli bo'lishini xohlasang, Allohning quli bo'l. Al-Jabbar bo'lgan Allohning bandasi bo'l. Uni hukmida tur, albatta saodatga erishasan. Banda Al-Jabbar bo'lgan Alloh bilan birga bo'ladi yoki jabbor bo'lgan insonlar bilan birga bo'ladi. Chunki insonning tabiatida kuchli bo'lgan odam yonida turishlikka intilish bor. Shaxsiyati kuchli bo'lgan lider odamning oldida turishlikka insonda moyillik bor. Mo'min banda Al-Jabbar bo'lgan Alloh bilan birga bo'ladi. Unga itoatli bo'ladi, uni yaxshi ko'radi, unga muhtoj bo'ladi, undan quvvat oladi, u bilan aziz bo'ladi. Bunaqa bandaning ishi doim yuqoriga qarab yuradi. Yoki banda odamlarning jabborlari bilan birga bo'ladi. Jabbor degan sifat Allohga ishlatilganda maqtovli sifat bo'ladi. Jabbor degan sifat insonga ishlatilganda yomon sifat bo'ladi. Bunaqa odamlarning ichida jabbor bo'lganlarni Alloh taolo vaqti bilan burnini yerga ishqalab qo'yadi. Buni ko'rib kuzatib turamiz. Tarixni qarasangiz ham Alloh taolo burnini ishqab qo'ygan bu jabborlarni. Zamonangizni qarasa ham bo'lib turadi tez-tez. Jabborlarda burni ishqalganini ko'rasiz, lekin insonimizda tezda esdan chiqarib qo'yamiz. Siz agar odamlarga zulm qilayotgan bo'lsangiz, jabborlik qilayotgan bo'lsangiz, nimaga bunday qilyapsiz? Chunki sizdan burun shu ishni qilganni Alloh xor qilganligini unutib qo'ydingiz. Insonimizda ko'radi, biladi, orasida yurgan, ko'rdi o'sha zolimning nima bo'lganligini. Ko'rib turib, endi uni qo'liga o'sha narsa kelib qolsa, boyagi kuch-quvvat xuddi shu ishni o'zi ham qilaveradi. Bu ko'z ko'rligidan emas bu. Bu qalb ko'rligidan. Alloh taolo aytadi: Al-kibriyau ridai val azamatu izari. Faman naza'ani wahida minhuma qazaftuhu fin-nar. Abu Dovuddan bu hadis. Alloh taolo aytadi: Kibriyo mening ridoyim. Kibr Alloh meni libosim deyapti. Ulug'lik mening izorim. Kim shu ikkalasini qaysi birini mendan talashsa, men uni jahannamga uloqtiraman. Kibr qilyaptimi? Zulm qilyaptimi? Jabborlik qilyaptimi? Fursati bor. Biz shoshib ketamiz-da. Hech narsa bo'lmayapti, shuncha zulm qilsa ham, shuncha qarish tegsa ham hech narsa bo'lmayapti-yu. Biz shoshib ketamiz, birodarlar. O'sha zolimni peshonasiga yozilgan umri bor. O'sha muddatda yashamaguncha u o'lmaydi. Siz shoshiltirasizmi, shoshiltirmaysizmi, tamom, bu taqdir. Lekin Alloh taolo bunaqa zolimni agar tavba qilmasa, odamlardan olgan haqlarini, mazlamalarni qaytarib bermasa, xor qiladi. Albatta bu fakt akalar. Va likulli ummatin ajal. Har bir jamoat uchun ajal bor, ya'ni belgilangan vaqti bor. Musulmonning Alloh taoloni Al-Jabbar ismi bilan bo'lgan aloqasi. Mana darsimizda aytdik. Har bitta go'zal ismdan, Allohning go'zal ismidan siz o'zingizga ulush olishingiz kerak. Alloh Al-Karim zot ekami, siz ham saxiy bo'ling. Alloh taolo Al-G'afur zot ekami, kechirimli bo'ling. Alloh taolo Al-Adil bo'lgan zot ekami, siz ham adolatli bo'ling. Al-Jabbar ismidan oladigan birinchi ulushimiz quvvat olish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Al-mu'minul qawiyyu khayrun va ahabbu ilallohi minal mu'miniz zoif. Alloh subhanahu va taologa zaif mo'mindan ko'ra quvvatli mo'min yaxshiroq va suyukliroq. Lekin ikkalasida ham yaxshilik bor. Agar boylik, ilm, mansab, quvvat Allohning shariatiga muvofiq bo'lsa, bu juda ham zo'r narsa bo'ladi. Aytaramiz. Agar boylik, ilm, mansab Allohning manhajiga muvofiq bo'lsa, bas bular quvvat bo'ladi.
Birodalar, agar mo'min quvvatli bo'ladigan bo'lsa, boy bo'lsa, ilmli bo'lsa, mansabdor bo'lsa, bu odamni orqasidan keladigan yaxshiliklarni sanab adoga yetkazib bo'lmaydi. Boylik quvvat. Shifoxona ochishi mumkin, yetimlarning boshini silashi mumkin, uy yo'qlarga uyqu berishi mumkin, bo'ydoqlarni uylantirib qo'yishi mumkin, millionlagan qalblardan joy olishi mumkin. Agar boylik Allohning manhajiga muvofiq bo'lsa, bu quvvat. Boy o'zini boyligini sarflab jannatning eng oliy martabasiga ko'tarilishi mumkin. Boylik ortida katta yaxshiliklar bor. Boylik hayotni harakatga keltiradigan kuch. Shuning uchun payg'ambarimiz aytibdilar-da, Alloh taologa zaif mo'mindan ko'ra quvvatli mo'min suyukliroq va yaxshiroq. Mansab quvvat. Mansabdor odam o'zini mansabini quvvati bilan haqni haq qilishi mumkin, botilni botil qilishi mumkin, munkarni qaytarib ma'rufni yoyishi mumkin, solihlar ko'payib fojirlarning kamayishiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan deylik, mana qishloqda ayol hukumatı bor. Shu yerda deylik, rahbari bizni qishlog'imizda aroq sotilmaydi deb qaror qabul qildi. Yig'in bo'ldi, pechatni urdi. Bo'ldi. Mahallada aroq sotilmaydi. Demak, mansab bilan yerda juda ko'p yaxshiliklarni amalga oshirish mumkin. Agar mansabdor odam Allohni tanisa, Allohdan qo'rqsa, qiyomatda borligiga ishonsa, bu mansabini omonat ekanligini bilsa. Mansabda turgan akalar, kecha yoki ilgari kuni bu mansab sizda yo'q edi. Kimlarningdir qo'lida edi. Bugun sizlarning qo'lingizlarga o'tdi. Endi ertaga yoki indinga boshqalarning qo'liga o'tib ketadi. Demak, nima ekan mansab? Omonat ekanmi? G'animatga berilgan imtihon, sinov ekanmi? Mansabda turgan odam shu narsani biladigan bo'lsa, Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, bu mansablar faqat yaxshilikni tarqatadi atrofiga. Inna makkanna lahu fil ardi Alloh taolo Zulqarnayn haqida. Dar haqiqat biz unga bu yerda saltanat hukmronlik berdik. Mana Zulqarnaynga Alloh quvvat berdi, mansab berdi, saltanat berdi, qanaqa yaxshi ishlarni qildi. Shuning uchun mansabda turgan odamlar sizlar ham yo'q deylar 100 yil burun. 100 yildan keyin sizlar ham yo'q bo'lasizlar. Mansabdorlar qo'l ostilarida turgan odamlardan birontasi 100 yil burun yo'q edi, bular ham 100 yildan keyin yo'q bo'ladi. Hamma Allohning oldiga borganda siz mansabdor qatorida javob berasiz. Sizning savolingiz, sizning imtihoningiz qiyinroq bo'ladi. Hikmatda aytilganidek, innalloha la yadau bi sulton ma la yadau bil Qur'an. Alloh Qur'on bilan qilmagan, qildirmagan ishini sulton bilan qildiradi. Qur'onda aroq ichma dedi, zino qilma dedi. Qur'on bilan to'xtatsa odamlar to'xtamadi. Endi Alloh sultonni qilichi bilan bularni majbur to'xtatadi. Zino qilsa jazosini oladi, aroq ichsa darrasini yeydi. Ilm quvvat birodarlar. Insonlarning hayotini isloh qiladigan, ularning turmushlarini yuksaltiradigan qarorlarni olimlar chiqaradi. Agar yerni boshqarishlik ilm bilan bo'ladigan bo'lsa, ulamolarning qo'li bilan bo'ladigan bo'lsa va avvalgilarning tajribalariga asoslangan bo'lsa, katta yaxshiliklar kelishida shubha yo'q. Chunki ulamolarda avval o'tgan ming yillik olimlarning ilmi bor, tajribasi bor. Ulamolarning maslahati bilan boshqarilsa, albatta obodonchilik, xayriyat bo'ladi. Shuning uchun Imom Shofiy aytadi: agar dunyoni istasang, ilmni lozim tut. Agar oxiratni istasang, ilmni lozim tut. Agar u ikkisini ham istasang, ilmni lozim tut. Agar sen ilmga o'zingni boringni bersang, u senga o'zining ozgina bir qismini beradi. Agar sen ilmga o'zingni ba'zingni bir qismini bersang, u senga hech narsasini bermaydi. Haqiqat shuki, modomiki talabi ilmda bo'lar ekan bir kishi olim bo'lib turadi. Agar o'zini olim bo'ldim deb o'ylasa, johilligi ma'lum bo'ladi. Har qancha ilmli bo'lmang, siz o'zingizni tolibi ilmman deb bilishingiz kerak.
olimman deyishingiz kerak emas. Chunki har bitta bilimdonning ustida undan ko'ra bilimdonroq odam bo'ladi. Demak, yuqoridagi hadisga ko'ra mo'min kuchli bo'ladi, moli bilan, ilmi bilan yoki mansabi bilan. Agar bu mol, ilm, mansab Allohning shariatiga muvofiq tarzda bo'ladigan bo'lsa, bu faqatgina musulmonlarga, insonlarga yaxshilik va xayriyat olib keladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloha li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.